Assalomu alaykum qizlarjonlar, barchangizga xayrli kech. Bugun men yuzimga qilgan uxotim. Buni aytib bermasam bo'lmaydi sizlarga. Demak, qo'limdagi booster surdim, yuzimni yuvdim. Avvalambor maska qildim, soothing maskani 15 daqiqaga maska qildim. Keyin boosterni surdim yuzimga va boosterni surib dermaherb maysi surdim. Dahshat, prosta dahshat. Mana shu narsani bugunni o'zida qilinglar. Demak, maska, mayli sizda hozir soothing bo'lmasa, har qanday maskangizni qiling. Nima maskangiz bo'lsa qo'lingizda. Даже spirulinali maskani qiling. Keyin mana shu boosteringiz bo'lsa, boosterni qiling. Bo'lmasa zakaz bering, qizlarda chiqarib yuborishadi bor. Va dermaherb may surib qo'ying. Yalt yuzingiz yonadi, ertasiga rahmat aytadi sizlarga. Screenshot qilib olinglar.